uyga jo'na bor, sen bayla. Evet. So'xida yana bayram. Bu safar Maqsud akam o'zi xizmatda mana So'xdan ziyoratchilarimizni Farg'ona aeroportiga sog' salomatlikda olib kelib, mana So'xlik ziyoratchilarimiz inshaalloh forma nimchalarni o'zi mana tarqatyapti akamiz. Alloh xizmatlaridan rozi bo'lsin. Maqsud akamizni mana hamma xudo xolasa xursand holatda. Hojidalarimiz, kayfiyatlar qarang, a'lomi xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Alloh safarlaringni bexatar qilsin. Oy borib omon qaytinglar. Xizmatda albatta yuksak travel. Ziyoratchilarimiz mana xudo xolasa Maqsud akam boshchiligida registratsiyalardan o'tishyapti mana. Yuksak travelda xudo xolasa go'zal xizmatlar mana ko'rib turganlaring hoji onalar, hojidalarimiz registratsiyalardan sekin astalik bilan o'tishyapti. Xudo xolasa Jidda muborakka safarimiz. Bu ziyoratchilarimiz Farg'onaning So'xidan bu go'zal yuzlar So'xli ziyoratchilarimiz bo'ladi do'stlar. 22-noyabr Farg'ona xalqaro aeroporti yana yuksak travel ziyoratchilari bilan to'layapti. Inshaalloh mana ziyoratchilarimiz kelib, xotirjamlikda birinchilardan bo'lib registratsiyalardan o'tishyapti. Inshaalloh Jidda muborakka safarlari 18:30 xudo xolasa uchishadi. Albatta yuksak travel ummat uchun xizmatda do'stlar. Ama olmaz samolyotda so'rishdim opajon.